Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Beg'ot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, ko'kka qora payvandlarimizni mana Xudo xolasa natijalari nasib qilsa mana nishona hosillari ham bor ekan. Mana do'stlar, ko'kka qorani afzallik tarafi pishgan kaltak nishonasini ham beradi mana. Mana do'stlar, buni 12 aprelda ulagan ekanmiz. Shakira. Yangi sort. Meni bog'imda yangi sort bu. Shakira. Chiroyli bu ko'kladi mana. Nishonalari ham bor mana. Nasib qilsa nishonalarini ham ko'ramiz. Bu tarafi mana endi uyg'onyapti bu taraf. Ko'kka qorani afzalli taraflari yana bir 99% oladi. Bunisi nimagadir sal jim. Lekin bu ham uyg'onadi. Bu ham uyg'onyapti, sekin bu ham uyg'onadi. Bu ham Shakira. Bitta tutga hammasi bir xil sort Shakira qo'yilgan. 5 ta kurtakni bo'lib qo'yganman. 5 ta kurtak. Mana bu yoqda yangi uzumzor bo'lib boshladik. Stablalarni tashlab chiqdik. Sekin bularni ham ko'tarib tikka qilamiz. Yana boshqa naryada ham hozir ulaganimiz bor. Uni ham hozir bir ko'ramiz. Bunisi mana itim 9. Ispaniya kishmishi. Ispaniya sorti. Itum kompaniyasining sorti bu. Ya'ni 100% kishmish. Mana bu ham ancha ko'klab qoldi mana bunisi. Buni ham mana 12-da qilingan ekan bu ham. 12 aprel kuni. Itim 9 bu. Do'stlar mana. Bu ham ko'kka qora qilingan. Bunisi Ara 34. Bu 11-chislida qilingan ekan mana. Bir kun oldin. Ara 34 bu mana. Bu ham ko'klab qoldi. Bunisi mana bu ham yaxshi ko'rinmayapti. Mana bu ham ko'klayapti. Bunga ham 5 ta dona urganmiz. 5alasi ham mana amalda. 5alasi ham ko'klayapti. Ara 34 bu. Yangi sort, bu ham Amerika kishmishi, Ara kompaniyasiniki. 100% kishmish bular ham. Mana bu ham xolasa amalda. Bunga ham 5 ta qo'yilgan, 5alasi ham ko'klayapti buni. Buni hali nishona hosilini ko'rinmayapti. Endi bundan bu yoqqa ko'rinib qolmasa, lekin nishona hosil ko'rsatish kerak bu ham. Bu yoqda ham bor, ko'rinmayapti. Do'stlar. Bu ham ko'kka qora qilingan. Ara 34. Mana bu yerda ham payvandimiz bor. Mana hosillari, do'stlar. Bu qoraga qora qilingandi. Mana qoraga qora. Juda ham kuchli o'syapti. Qoraga qora. Buni nomi Благородный ekan. Buni chislosini yozmagan ekanman. Qaysi chisloda qilingani yozilmagan ekan. Благородный. Qoraga qora bu mana. Bunda ham Xudo xolasa mana nasib bo'lsa juda chiroyli hosillar ko'ramiz. Yana bitta yangilik qilib ko'rdim mana. Qora kurtakda ko'kka payvand qilganman. Mana bu ham amalga kirib qoldi. Buni ham yaqinda qilingan. Ko'p bo'lmadi bunga. Bir 10 kun bo'lib qoldi shekilli. Ko'knovdagi qora kurtakga qo'ygan. Mana shu yerdan, mana shu joydan kesib tashladim. Faqat 2 ta barg qoldi. Bunga oziqqa kelib turish uchun. Yaxshi mana. Yaxshi kelyapti. Hadi men ko'klab qoladi bu. Bu ham Ara 34.
Qari 34 bu ham. Mana barglar juda baquvvat. Demak, energiya yaxshi kelyapti, oziqa yaxshi kelyapti. Mana do'stlar. Mana shunaqa gaplar, yangiliklar do'stlar. Xudo xolasa bu yil yaxshi videolar, yangi sortlarni, nishona hosillarni ham doim ko'rsatib chiqaramiz. Kanalimizdan yiroqlashmishlar degan umidaman. Podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib qo'yasizlar. Omon bo'linglar.